Hammamizga ma'lumki, bioxilmaxillikni himoya qilish uchun global moliyaviy yetishmovchilik juda katta. U juda ulkan. Songi ippisnexus baholashga ko'ra, u 700 milliard dollardan 1 trillion dollargacha bo'lgan oralig'da deb baholanmoqda. Buni nima bilan tushuntirish mumkin? Oddiy qilib aytganda, iqtisodiy va moliyaviy tizimlarimiz tabiatni qo'llab-quvvatlashga qaraganda, bioxilmaxillikka zarar yetkazadigan faoliyatga 35 baravar ko'proq mablag' ajratadi. Shuning uchun biz bu boshliqni to'ldirishimiz kerak. Biz 19-maqsadga muvofiq barcha manbalardan moliyaviy resurslarni ko'paytirishimiz kerak va fiskal hamda moliyaviy oqimlarni Kunming-Monreal global bioxilmaxillik asosi bilan muvofiqlashtirishimiz zarur. Shuningdek, biz xususiy sektorni bioxilmaxillikka salbiy ta'sirini kamaytirishga va ijobiy ta'sirini oshirishga undashimiz kerak. Bioxilmaxillikni moliyalashtirish rejalari ushbu strategiyaning markazida turadi. Ular bioxilmaxillikni qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xususiy moliya bo'yicha izchil siyosatni qurishimiz mumkin bo'lgan poydevordir. GEF va Biofin ushbu rejalarni ishlab chiqishda hamkorlikda ishlamoqda. Bu hamkorlik gullab yashnashda, o'sishda va kengayishda davom etmoqda. GEF allaqachon 91 davlatga milliy bioxilmaxillikni moliyalashtirish rejalarini ishlab chiqishda yordam berdi. GEF tarkibidagi global bioxilmaxillik asosi jamg'armasi ham bioxilmaxillikni moliyalashtirish rejalarida belgilangan moliyaviy mexanizmlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bioxilmaxillikni moliyalashtirish rejalari va bioxilmaxillik xarajatlarini ko'rib chiqish bo'yicha qo'shma ishimiz ko'plab turli mamlakatlarda bioxilmaxillik uchun haqiqiy xarajatlar to'g'risida asosiy ma'lumotlarni taqdim etdi. Birgalikdagi ishimiz siyosatning izchilligini ta'minlashga yordam beradi. Bu bioxilmaxillik sohasidagi muloqotni qishloq xo'jaligi, energetika, infratuzilma, turizm va to'kon sanoatini qamrab olish uchun kengaytiradi hamda butun jamiyat yondashuvi uchun barcha manfaatdor tomonlarni, ayniqsa tub aholi va mahalliy jamoalarni o'z ichiga oladi. GEF investitsiyalari va Biofin ishi siyosiy jihatdan sezgir va natijaga yo'naltirilgan natijalar hamda mahsulotlarga ega bo'lishi kerak. Bioxilmaxillikni moliyalashtirishni safarbar qilish yo'lidagi sayohatingiz shu yerdan boshlanadi. Bilamanki, bu siz uchun ham qiziqarli, ham maroqli bo'ladi. O'rganishda muvaffaqiyatlar. Katta rahmat.